Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, uyni teskari qilib qo'ying. Ikkita qalam joyini o'zgartirib, uy yo'q. Uyda mana bu taraf turibdi-ku, bu tarafga qarab qolsin. Ikkita qalamni. Ha, 1 minutda topgan o'quvchiga 20 ming pul beradi. Bu yoqdan kelman sizga. Bo'lmaydi. Ikkita uy qoldi, ha? Javob qaytaramiz. Sarvar nima bo'ladi? Xo'p. Uni chapa-chapa qilib qo'yish kerakmi? Bittasini ikkovini ham chapa-chapa qilish kerak. Uy bu yoqqa qarab qolsin. Bitta tomi qarasizmi yo ikkoviyami? Uy bu yoqqa qarab qolsin. Ikkita qarah. Ikkita qalam joyini o'zgartiring. Xo'p. Bitta. Ikkita. Qani? To'g'ri-yo? Xato bo'ldi. Pullik vaqtlaring tugadi bolalar. 1 minutda 20 sekund bo'lib ketdi. 20 ming pul yutib olishlar mumkin edi, to'g'rimi?